Shunday yovuzlar borki, ideal ishlangan. Bugungi videomizda kino, serial va multfilmlar tarixidagi eng mashhur hamda eng yaxshi ishlangan yovuz qahramonlar reytingini ko'rib chiqamiz. Reyting ularning kuchiga qarab emas, balki mashhurligi, muxlislar orasidagi obro'si va kino olamiga qoldirgan ta'siri asosida tuzilgan. Demak, boshladik. Ro'yxatimizni Garri Potter olami boshlab beradi, ya'ni Lord Voldemort. Qiziq tomoni shundaki, Voldemort tug'ilganida uning ismi bunday bo'lmagan. Uning asl ismi Tom Marvolo Riddle bo'lgan. Keyinchalik u o'z ismidagi harflarni qayta joylashtirib, I am Lord Voldemort degan anagrammadan yangi ism yaratadi. Bu detal kitobda juda ham muhim hisoblanadi, ammo filmda unchalik katta e'tibor berilmagan. Voldemortning eng katta maqsadi hokimiyat emas, o'lmaslik edi. Shu sabab u sehrgarlar olamida taqiqlangan eng qora sehrlardan foydalanib, o'z ruhini 7 bo'lakka ajratadi va ularni turli buyumlar ichiga yashiradi. Bu buyumlar Horcrux deb ataladi. Aynan shu sababli uni oddiy uslubda yo'q qilishning iloji bo'lmaydi. Yana bir qiziq fakt, Voldemort so'zi fransuz tilidan Voldemort iborasidan olingan bo'lib, taxminan o'limdan qochish yoki o'limni o'rganish degan ma'noni anglatadi. Bu esa albatta personajning asosiy maqsadiga juda ham mos keladi. Yana bir e'tiborli jihat shundaki, sehrgarlar uni ismini aytishdan qo'rqishardi. Shu sababdan ular doimo nomini tilga olinmaydigan deb murojaat qilishgan. Bu esa Voldemortning qanchalik qo'rquv uyg'otishini ko'rsatib beradi. Shu sababli ham bugungi ro'yxatimizda u 10-o'rinni egallaydi. 9-o'rinni Disney tarixidagi eng mashhur yovuzlardan biri Scar egallaydi. U ilk bor 1994-yilda chiqarilgan Qirol Sher animatsion filmida paydo bo'lgan va oradan 30 yil oshgan bo'lsa ham hanuzgacha eng esda qolarli antagonistlardan biri hisoblanadi. Scarning eng katta quroli kuch emas, aql edi. U akasi Mufasani ayyor reja orqali yo'q qiladi va taxtni egallaydi. Aynan Mufasaning o'limi animatsiya tarixidagi eng mashhur sahnalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Qiziqarli tomoni, Scar obrazi William Shekspirning Hamlet asaridagi Klavdiy qahramondan ilhomlangan. Ikkala obraz ham akasini yo'q qilib taxtni egallashni maqsad qiladi. Shuningdek, uning chap ko'zdagi chandi, qora yolg'onni va sovuq muomalasini uni Disney tarixidagi eng tan olingan yovuzlardan biriga aylantiradi. Oradan yillar o'tgan bo'lsa ham, Scar hali ham Disney yaratgan eng muvaffaqiyatli yovuzlardan biri hisoblanadi. 8-o'rin Magneto. Magneto Marvel olamidagi eng murakkab yovuzlardan biri hisoblanadi. Qiziq tomoni, Magneto o'zini hech qachon yovuz deb hisoblamaydi. Uning maqsadi dunyoni egallash emas, mutantlarni himoya qilish. Bunga sabab uning bolaligi. U Ikkinchi jahon urushi davrida natsistlar lagerida dahshatli voqealarni boshdan kechirgan va aynan shu hodisalar uning xarakterini butunlay o'zgartirgan. Magnetoning eng katta qobiliyati magnit maydonini boshqarishdir. U metall buyumlarni istalgancha harakatlantira oladi va hattoki yer magnit maydoniga ham ta'sir ko'rsata oladi. Professor X bilan doimo qarama-qarshi tomonda bo'lsa ham, ikkalasining maqsadi aslida bitta: mutantlarni saqlab qolish. Faqat bunga erishishning mutlaqo yo'llari boshqa. Shu sababli Magnetoni oddiy yovuz deyish mumkin emas. U kino tarixidagi eng tushunarli motivga ega antagonistlardan biri hisoblanadi. 7-o'rinda Marvel olamining yana bir xarizmatik qahramonlaridan biri Loki. Loki ilk bor 2011-yilda chiqarilgan Thor filmining asosiy yovuz sifatida paydo bo'lgan, ammo ko'p o'tmay u butun Marvel muxlislarining sevimli qahramoniga aylanadi. Aslida Loki Odinning biologik o'g'li emas, u muz devlari shohi Laufining farzandi bo'lib, Odin uni go'dakligida asrab olgan. Haqiqatni bilgach esa uning Thor bilan munosabatlari butunlay o'zgaradi. Lokining asosiy quroli kuch emas, ayyorlik. U illyuziyalar yaratishi, qiyofasini o'zgartirishi va odamlarni aldashi bilan mashhur. Qiziq tomoni, dastlab Loki faqatgina bir nechta film uchun yaratilgan edi, ammo Tom Hiddlestonning ijrosi va muxlislarning katta qiziqishi sabab Marvel unga alohida serial ham yaratib berdi. Bugungi kunda Loki nafaqat Marvel, balki super qahramon filmlar tarixidagi eng mashhur va eng xarizmatik antagonistlardan biri hisoblanadi. 6-o'rinni so'nggi yillarning eng qo'rqinchli yovuzlaridan biri Homelander egallaydi. U The Boys serialining asosiy antagonisti bo'lib, tashqi ko'rinishdan ideal super qahramonga o'xshaydi, ammo aslida u hokimiyat va e'tiborga mukkasidan ketgan, o'z manfaatini hamma narsadan ustun qo'yadigan shaxs. Homelander deyarli barcha mashhur super qahramonlarning kuchini egallagan. U ucha oladi, ko'zdan lazer chiqara oladi, nihoyatda kuchli va deyarli zarar ko'rmaydi. Shu sababdan serialning eng xavfli qahramonlaridan biri aynan
aynan uning o'zi hisoblanadi. Uni boshqa yovuzlardan ajratib turadigan jihati shundayki, u qilayotgan ishlarini ko'pincha to'g'ri deb hisoblaydi. Aynan shu narsa uni keyingi harakatini oldindan taxmin qilishni deyarli imkonsiz qiladi. Aktyor Entoni Starr ijrosi esa bu obrazni yanada mashhur qiladi. Uning oddiy tabassumi ham tomoshabinga xavotir uyg'otishi bejiz emas. Shu sababdan Homelander qisqa vaqt ichida zamonaviy seriallar tarixidagi eng esda qolarli yovuz qahramonlardan biriga aylana oldi. 5-o'rin Darth Vader kino tarixidagi eng mashhur yovuzlardan biri. U ilk bor 1977-yilda ekranlarga chiqqan Yulduzlar jangi filmida paydo bo'lgan va oradan qariyb 50 yil o'tgan bo'lsa ham, hamon kino tarixidagi ramziy qahramonlardan biri hisoblanadi. Aslida Darth Vaderning haqiqiy ismi Anakin Skywalker. U Jedi sifatida boshlagan yo'lini keyinchalik qorong'u tomonga o'tish bilan davom ettiradi. Hokimiyatga bo'lgan ishtiyoq va yaqinlarni yo'qotish qo'rquvi uni butunlay o'zgartirib yuboradi. Darth Vaderning qora zirhi va mexanik nafas olishi kino tarixidagi eng taniqli ovozlardan biriga aylangan. Hatto uning silueti yoki nafas olish ovozi eshitgan odam ham bu personajning kim ekanligini darrov bilib oladi. Yana bir qiziq fakt, mashhur "Men sening otangman" sahnasi kino tarixidagi eng kutilmagan syujet burilishlardan biri sifatida e'tirof etiladi va bugungi kungacha eng ko'p eslanadigan dialoglardan biri bo'lib qolmoqda. Darth Vader nafaqat Yulduzlar jangi, balki butun kino tarixidagi eng buyuk yovuz qahramonlardan biri hisoblanadi. 4-o'rinni ko'pchilik kutmagan bo'lishi mumkin, chunki Mega Miya odatda kulgili qahramon sifatida eslanadi, ammo uning hikoyasi boshqa ko'plab yovuzlardan ancha chuqurroq. Mega Miya ilk bor 2010-yilda chiqqan shu nomdagi animatsiyada paydo bo'lgan. Film chiqqan paytda unchalik katta muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa-da, yillar o'tib internetda qayta mashhur bo'ldi va bugungi kunda eng mashhur animatsiyalardan biri hisoblanadi. Qiziq tomoni, Mega Miya toma yovuz emas edi. U bolaligidan qahramon emas, aynan yovuz bo'lishga majbur bo'lib ulg'aygan, chunki atrofdagilar uni har doim shunday ko'rishgan. To'g'ri, orangizda ko'pchilik buni yovuz deb hisoblamasligi mumkin, lekin Mega Miyaning o'zi filmlarda bir necha marotaba o'zini yovuz deb atagan. Bu tuxumboshni o'zini yovuz deb hisoblar ekan, biz ham uni yovuz deb hisoblashdan boshqa ilojimiz yo'q. Shu sababdan ham uni 4-o'ringa loyiq deb ko'rdim. 3-o'rinni komikslar tarixidagi eng mashhur yovuzlardan biri Joker egallaydi. Joker ilk bor 1940-yilda DC komikslarda paydo bo'lgan va shundan beri Batmanning eng asosiy dushmani hisoblanadi. Oradan 80 yil o'tgan bo'lsa ham, bu obraz o'z mashhurligini yo'qotmagan. Jokerni boshqa yovuzlardan ajratib turadigan jihati shundaki, aniq kelib chiqish tarixi yo'q. Turli komikslar va filmlarda uning o'tmishi har xil ko'rsatiladi. Bu esa obrazni yanada sirli qiladi. Bugungi kungacha Joker rolini ko'plab aktyorlar ijro etgan. Ular orasidagi ayniqsa Ledger yaratgan obraz juda ham aniq va jonli chiqqan. Hattoki aktyor shu obraz tufayli vafot ham etgan. Shu obrazning vafotidan keyin unga Oscar topshirilgan. 2-o'rinni Marvel tarixidagi eng mashhur yovuzlardan biri Thanos egallaydi. U ilk bor 1973-yilda Marvel komikslarida paydo bo'lgan, ammo butun dunyoga 2018-yilda chiqqan Qasoskorlar cheksizlik jangi filmi orqali taniladi. Thanosning boshqalardan ajratib turadigan jihati shundaki, u o'zini yovuz deb hisoblamaydi. Uning fikricha, koinotdagi resurslar cheklangan va tirik mavjudotlarning yarmini yo'q qilish muvozanatni saqlashning yagona yo'li edi. Cheksizlik toshlarini qo'lga kiritgach, u mashhur barmoq chertish bilan koinotning aholisini yarmini yo'q qiladi. Bu esa Marvel tarixidagi eng unutilmas voqealardan biriga aylangan. Shu sababdan Thanos nafaqat Marvel, balki umuman kino tarixidagi eng mashhur yovuz qahramonlardan biri hisoblanadi. 1-o'rin Taylon. Va nihoyat reytingimizning 1-o'rniga ham yetib keldik. U ilk bor 2008-yilda chiqqan Kung Fu Panda animatsiyasida paydo bo'lgan va bugungi kungacha eng yaxshi animatsiya antagonistlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Taylon bolaligidan usta Shifu tomonidan ajdarho jangchisi bo'lish uchun tarbiyalangan. U yillar davomida faqat bitta maqsad bilan yashaydi, ammo hal qiluvchi palada usta Ugbe uni bu unvonga munosib emas deb topadi. Aynan shu qaror Taylonni butun hayotini o'zgartirib yuboradi. G'azabga berilgan Taylon ajdarho nomasini kuch bilan qo'lga kiritishga urinadi, ammo mag'lub bo'lib uzoq yillar davomida Chargom qamoqxonasiga tashlanadi. Qiziq tomoni, ko'plab muxlislar Taylonni to'liq yovuz deb hisoblamaydi, chunki uning fojiasi ochko'zlikdan emas, noto'g'ri tarbiya va oqlanmagan umidlardan boshlangan. Kim nima desa desin, ammo men qandaydir meshpolvonni bu legendadan kuchli deb o'ylamayman. Mana do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Umid qilamanki, videomiz sizlarga yoqdi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqcha tugmasini ham yoqib qo'ying. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.